5 daqiqada judayam chiroyli ideal strelkalarni o'rgataman. Skotch. Qora tellarni olamiz. Bitta nuqta, keyin ikkita nuqta, keyin uchinchi nuqtani qo'yamiz hamda tutashtiramiz. Endi esa korejniy tellarni olamiz. 3 ta nuqta qo'yamiz. Qo'yaymiz. Endi esa yaltiroqcha bilasizmi. Yuzimizni sal ko'targan holatda, o'ynani to'g'rimizga tutgan holatda bosh barmog'imizni bitta ko'zimizni yumib, ikkinchi ko'zimizni ochib, surtib chiqamiz. Hamda atrofiga yediramiz. Endi esa tush. Yana xuddi shunday boshimizni sal ko'taramiz, ko'zimizni ochamiz, og'zimizni emas qilib. Kiprik qo'yayotgan paytimiz ham boshimizni sal ko'tarib, to'g'riga qarab